Nima qilib o'tiribsan, palakat? Ha? Ye. Qanday? Yaxshimi? Qidirmagan joyim qolmadi. Yana poyezd sanab o'tiribsanmi? Nima qilib poyezd sanasan? Men yaxshi ko'raman poyezd sanashni. Poyezdlarni sanash meni bir hobbim-ku, do'stim. Hobbingda Xursand bo'laman. Mazza qilaman. Ko'p gapirma. Xullas, tezroq oldimga tush. Qum soat shifoxonaga tushib qoldi. Borib xavoraylik, yur, tezroq yur. Nima olamiz? Hech narsa olmaymiz. Do'stim, shifoxonaga boryapmiz. Bo'lmaganda ikkita non olaylik. Oldin ko'raylik. Qo'y noningni, qanaqa kasal ekan, bilasa yedimi yo'qmi? Ha, undan keyin shifoxonani oldida qancha oshxona bor. O'sha yerda bir narsa olarmiz. Oldin o'sa xavoraylik, yur, oldimga tush. Do'stim, afrosim hozir o'tib ketadi demashtirdi. Nasıl tez o'tib ketyapti? Hech sanolmayapman. Shuni bir sanab olay, sen ham bir yordam berasan-da. Qochib bir uraman sanash qo'ysa, olib ketsa-chi. Qanaqa bola bu bola ya? Oyijonim. Oy Xudo. Shukrlar ham bormidi. Men tug'ilgan kunga bormay o'lay. Oyijon. Qumsoqot aka, yaxshimisiz? Ha, bu kechasi odamni bir qo'rqitib, butun shifoxonani boshingizga ko'tardingiz. Nima bo'ldi o'zi sizga? Ana sinfdoshim Rashid tug'ilmay o'lgurdi, tug'ilgan kunga bordim Rashidni. O'sha uyda bir 3-4 xil salat qilgan ekan, bir salatlari aynib qolganmi, achib qolganmi bilmayman. Yo'ribman. Mana jabrini ko'rib, suv ichsam ham qusyapman. Kechqurun kelganingizda bu shifoxonani boshiga ko'tardingiz. Oshqozoningizni yuvdik. Zaharlardan bartaraf qildik. Olim aka, katta rahmat Olim aka, sog' bo'ling. Endi bundan keyin oshqozonga botaydigan ovqatlarni kechqurun yotar vaqtda oz-ozdan yeyish kerak. Xudo xolasa men yozib bergan dorilarni o'z vaqtida ichsangiz, tez kunda otday bo'lib ketasiz, xudo xolasa. Boringizga shukr Olim aka, rahmat. Mayli, charchamang, sog'ayib keting. Men boshqa bemorlarim bor. Bemorlardan bir xabar olay. Keyinroq yana sizdan bir xabar olib ketaman. Rahmat Olim aka, boringizga Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Parvo qilmang, siqilmang. Rahmat. Turmang. Yo'q, bemalol. Hali yana bir xabar olaman. Xo'p. Mayli. Rahmat. Qumsoqot aka, yaxshi bo'lib keting. Xo'p. Onajon. Qumsoat, yaxshimisan? Ha, burgan ketdimi? Qanaqa burga? Oshqozoni buzilganmi deyman. Qayt qilgan. Nafs tiyish kerakda odam, nafsini, to'g'rimi? Qanday nafsini tiyadi bu? Bog'och to'yida uzum aralashtirib ovqat, suyuq ovqat, kamiga karam salat. Voy. Aralash qilib tashladi degan. Poqqa tushirdi. Ha, o'zi aytadi-yu, nafs yomon. Haytdi o'libdi. O'zi mana ochapatida yoshligida borki, nima bor bo'lsa tiqaverardi, keyin kechasi bilan oyim bechora shifoxona yurardi bu orqasidan. Shu ishtahasi bilan semimagan ichida gijazi bormi? Nimadir bor bilmadim men. Meni ko'rgani kelganmisanlar? Yo, o'ldirgani kelganmisanlar? Xudo shifo bersin, ko'rgani kelganmiz. To'g'ri. Men qara. Uyalmasdan, tortmasdan aytaver. Yo'llari bitta choyxonalar bor ekan. Nima yeysa ayt, borib qozon kabobmi, shashlikmi, ha? Olib kelamiz. Sho'rvami? Kalla bormi? O'zi qayt qilib hech narsa yolmayapman. Mazam bo'lmayapti deyapman sizlarga. Hech narsa kerak emas, rahmat. Yo'q, Alloh senga shifo bersin. Bo'lmasa bemorni ko'p bezovta qilish ham bo'lmaydi. Baqi tushlik bo'lib qoldi. Biz ham borib tushlik qilib bitta ishlarimiz bor. Sen shifo bersin. Bo'pti. Hozir tushlik qilmoqchimisizlar? Tushlik qilmanglar, to'xtanglar. Ana xotini bir narsalar olib kelgan. Ana stol ustida turibdi, ko'ringlarchi, nimalar bor. O'shani yeylar, bekor uvol bo'lmasin, men yemayman. Qarachi nima bor ekan? Hozir qarang. Jonim. Tug'ilmayapti. Nega qarang? Shashlik bor ekan. Olma, so'qlar. Endi qanday bo'lar ekan? Kasal ko'rgani kelib kasalni ovqatini yeyish. Osh bo'lsa yo'ringlar. Yo'qmi? Osh bo'lsa, yo'ringlar. Xo'p. Qolsin. Osh bo'lsa. Oyijon. Voydod.
Voy oshqozonim. Rashid. Hey! Buncha qillading ha? Jim yot, kasallarga jim yotmaydimi? Chiqamiz bo'g'ib qo'yapsan. Seni pishirlamay ya. Assalomu alaykum, Qumsoat aka. Alaykum assalom. Ha, xudo xolasa ko'rinishingiz yaxshi. Rahmat Olim aka. Sizni endi 4-qavatga umumiy xonaga ko'chiramiz. Bu yerda og'ir bemorlar bor-da. Xo'p. Xo'p. Mana. Xo'p, rahmat Olim aka. Xo'p. Xonaga, ha? Qumsot, shu chiroyli xonaga ko'chibdi-da. Nima deding? Avvalgidan ham zo'r ekan, ha? Pastda og'ir bemorlar bor ekan. Shunga bu yoq tinch joy, Olim aka shaqa joylashtirdi. 1-2 kunda menga javob berar ekan. Ancha yaxshi bo'lib qoldi dedi Olim aka. Nimalar deyapsan? Qanaqasiga javob berar ekan? Men o'zim doktor bilan gaplashib qo'yaman. Hech ham javob yo'q. 10-15 kun maza qilib mana yerda yotib davolanib chiqasan. Nima? Shunda nima? 10-15 kun yotasan, deyman, yaraymisan? Nima deding? To'g'ri. Ana shunday. Endi to'g'ri tushunasan, senga ko'p narsa yeyish mumkin emas. Mana borib bir narsa olaylik desak, mana yemaysan-ku, quruq kelaverdik, xafa bo'lmaysan lekin. Yo'q, mayli. Ha, otday bo'lib ketasan hali. Nima deding? To'g'ri. Iya? Ana. Xudo buvoni o'zi ham kelib qoldi. Keling. Assalomu alaykum. Kuyov bola, assalomu alaykum. Keling, xudo buva. Assalomu alaykum. Kuyov bola, yaxshimisiz? Dada, assalomu alaykum. Namliyimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Rahmat. Alloh shifo bersin. Sizlar yaxshimisizlar bolalarim? Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar bolalarim? Qani, xudo buva. Yaxshimisiz kuyov bola? Ha, nima bo'ldi bu? Ancha yaxshiman dadajon. Men qara. Hech yaxshi emas, xudo buva. Ko'ryapsan ahvolini. Oshqozonni borib buzib qo'ygan-da. Unaqasi bo'lmaydi. Oshqozonga bir narsa tushib tursa, oshqozon keyin mahkam bo'ladi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Biz havrab turibmiz mana. Nima dedik? To'g'ri. Ay yasha. Bu bitta kuyovlaringiz bor. Tezroq havrab tursangiz yaxshi bo'ladi. Albatta. Yaqinmiz senga har kuni kelib havragadi. Shunchalik kelyapsiz, rahmat. Og'rib o'tirmang dada, Men qara, nima deyapsan? Xudo buva bormi? Ko'ngilda bo'lsa. Dunyoni chizaq ekan-ku, dunyoning narchigasidan ham keladi odamlar. Nima deding? To'g'ri. Nima deding? Kelamiz, to'ppa-to'g'ri. Ha. Kelamiz. Sog' bo'ling. Endi ularni menga ruxsat berasizlar. Hozir oxirgi avtobus ketib qolsa, men keyin borishim qiyin bo'ladi. Otaxon, Hop. hali Jizzax somsasini hamma maqtaydi. Kelishingizda 5-6 ta Jizzax somsalardan olib keldi. Hop. Oy. Menga bukunman Jizzax somsa. Oshqozonimga botadi. Qumsoat nimalar debsan? Nima senga mumkin emas ekan? Senga mumkin emas bo'lsa, bu yerda qancha odam bor? Doktorlar bor, hamshiralar bor, sanitarkalar, tozaliklar. Shular edi, nima dedik? To'g'ri. To'g'rimi, xudo bu? To'ppa. Shuning uchun ertalabdan kelmang. Tushlikka to'g'rilab keling, tushlikka. Nima dedik? To'g'ri. Kuyov bola men turay. Uzoq yo'l, oxirgi avtobus ketib qolmasin. Qaynangiz bu tom beradi, issiqlikni yeb oling. Mayli, men turdim bo'lmasa. Mayli, xudo bu. Yaxshi bo'l. Oqibatga ko'z tegmasin. Men ketdim. Rahmat dada, rahmat. To'g'ri bo'lmang dada. Tushlikka keling, tushlikka. Tushlikka kelaman, tushlikka. Hop. Qumsoat, xudo bu, qaynatang tilla odamda. Nima dedik? To'g'ri. Endi men qara. Shu bemorni bezovta qilish ham yaxshi emas. Biz ham mana qilmaylik. Qara. O'zi uni qaynatasini nima olib kelibdi-ku? Ochchi, ko'raylikchi. Hozir. Maylimi? Ko'rsak mayli? Mayli. Nimalar bor ekan? Oho. Uzum, olma. Yaxa, manti ham bor ekan. Dadajonim biladi-da, men yaxshi ko'rishimni. Qanaqa dadajoning qaynatang bo'ladi. Dadang uyda o'tiribdi. Xullas, men qara. Senga bunaqa narsalar yeyish mumkin emas. Buyog'i tushlik bo'lib qolibdi. Biz buni o'zimiz yeyaveramiz. Senga bezovta qilmaylik.
kuchli dorilar ichgansan, endi uxla. Svetni o'chirib chiqib ketamiz. Bo'pti. Mayli. To'xtanglar. Bir dona mant tashlab ketinglar. Senga mumkin emas deyapsiz-ku, Yur, ol, ketdik. Mumkin emas senga. Men qara. Bunu baliqlari yesa bo'larmikan, yo'qmikan? Mana sariqlar sazanga uchgan ekan bu. Haqiqatda bet o'zi shifoxonami, baliq boqadigan joymi? Yo. Shifoxona. Doktor ham kelmayapti. Ana kelyapti. Ana. Bemorlar yurishini qara buni. Bemorlardan xavoramolmaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom, doktor yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Doktor Olim aka siz bo'lasizmi? Ha, men. Qanaqa odamsiz, ha? Bu doktor degan ertaroq kelib bemorlarga qarasa bo'lmaydimi? Hali kun qag'i peshanamizga yetdi. Soat 10 dan oshib ketdi. Shunaqa ham qanaqa bo'ladimi, Tinchlikmi, nima bo'lyapti o'zi? Do'stimiz yaxshimi? Qum soat. Qum soat aka kechqurun kelganda butun shifoxonani boshiga ko'tarib, butun hamma joyda ostin-ustin qilib yubordi. Katta buqani yevorganmi? Oshqozonini yuvdik. Xudo xolasa 2-3 kunda oyoqqa turib uyga javob beramiz. Faqat baqvat ovqat beringlar. 2 kunda emas. 10 kun yotish kerak. Kamida 10 kun yotsa, keyin ruxsat bering. Menga qarang, siz bilasiz, men bilamanmi? Men o'z ishimning mutaxassisiman. O'zi o'rtog'imizni bunaqa analaringizdan ko'rdingizmi, bo'yningizdan? Hammasi bilan ko'rdim. Boringlar, ishlaringni qilinglar. O'z vaqtida davolansin, uyga javob beramiz. Xo'p. Ha, ishlaringni qilinglar. G'alati odam ekanmi? Doktorlar ham g'alatisi bo'lar ekanda. Tushlik vaqti ham o'tib ketdi. Mas'uliyat his qilib, bitta kuyov bo'lsa, tezroq kelib xavorasa bo'lmasmikan, O'zi biluvdim kecha mujmalligidan. Boray, men charchadim, o'tiraman. Shular bilan o'zi quda bo'lmaylik deyodim. Men mas'uliyat ham yo'q, ertaroq kelib, siz xavorasa nima qilar ekan, Faqat o'zini o'ylaydi. O'tira olmasanglar, begim o'tib, tur, bor. Balki o'tib ketgandir, xavorab ketchi. Men charchadim, bu. Chiq bor xavorabga, tevaga chiqib. Daqami? Qum soatdan qarachi. Qum soat? Qaynotang kelmadimi? Dadiljon hali kelgani yo'q. Tishdimi? 2 soat bo'ldi kelib pastda o'tirganimizga, bosh soat ikkalamizni. Senlar dedim, ertalab choy ham ichganim yo'q, somsa yeyman deb. Bilamiz, qaynotang qachon keladi u? Tushlik vaqti ham o'tib ketdi. Kim so'raymi? Yana dadajonmish. kim qolar? Qachon keladi? Bilmasam men. Biz podsho bo'lamiz. Xo'p. Nima gap? Hech kim yo'q. Kamiga ana shumshigi yotyapti. Men nima qilaydim? Shunaqa ham mas'uliyatsiz bo'ladimi? Qaynota degan tez kelib, xavorab qo'ysa bo'lmasmikan? Ko'p kuyovidan. Assalomu alaykum. Bormisiz? Yaxshimisizlar? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Qanaqangi? Ozgina kecha qoldim endi. Avtobus bo'lmadi-da. Shunaqa ham mas'uliyatsiz odam bo'ladimi? O'zi bitta kuyovimiz. Ertaroq kelib xavorasangiz bo'lmaydimi? Xudo bu qanaqa odamsiz? Avtobusdan kecha qoldi-da, kecha o'zi kuyovim yaxshimi? Yaxshi. Hozir doktorlar aytdi, begona odamlar kirish mumkin emas ekan. Shuning uchun bemalol avtobusdan qolib ketmasa ketavring. Ketaveraymi men? Ketavring, o'zimiz xavoramiz. Xo'p, salomat bo'ling. Men somsa olib keldim. Endi o'zingizlar baham ko'rasizlar. Doktorlarga beringlar, xo'pmi? Biz o'zimiz yemaymiz-ku. Hozir buni doktorlarga beramiz. Hop, bemorga beramiz. Azal kuchga to'ladi. Siz men ketaveray, so'rab qo'yasizlar bo'lmasa. Mayli, xo'p. Mayli. Xo'p, mayli. Ana ket. Men qara. Buni hozir doktorlarga, bemorlarga berishdan oldin o'zimiz bir ikkita yesak qanday bo'ladi? Qanaqa bemor, qanaqa doktor? Qarang. O'zimiz yeymiz. O'zi ayting-ku, mumkin emas. Qum soatga. Ketdik, xodimimiz. Qum soat. Ancha yaxshi bo'lib qoldingmi? Doktorlarga rahmat, shifokorlarga rahmat.
Mayraxonga undan ham rahmat. Tomirga bittada tushadi. Ha, bor Baraka ishga. topsa shularga ham rahmat. Hamshiralarga. Mayli. Endi kelinim deyman, safardami deyman-da? Ha, malaka oshirishda, o'qishda edi. Shunga akaza og'rab turasiz deb pul tashlab beruvdim plastigimga. Qurg'ur birovga kafil bo'lganman. Hamma pulni yechib olibdi-da. Mana kuyib o'tiribman. Seni oldingda ham xijolatdaman. Biror narsa olib kelay desam, endi to'g'riroq o'zi senga bunaqa kuchli ovqatlar ham yeyish mumkin emas, ha? Shuning uchun olib kelmayapman. Lekin shifoxonadan chiqqan shu pulni qaytaraman men. Albatta qaytaraman. Xo'p. Ana qayni Muhiddin ham kelib qoldi. Kel Muhiddin. Assalomu alaykum. Kel. Hoca yaxshimisiz? Muhiddin kel, qalaysan, yaxshimisan? Qalay, Muhiddin yaxshimi? Sog'lig'ing yaxshimi? Kayfiyatlari yaxshimi? Kel, o'tir. Pochchadan xorani ko'rsam-da. Ha, pocham qo'yib E, ketaylik. kuyovni payg'ambarlar siylagan. Yaxshimisan? Avval nima olib kelding? Shashlik olib keldim, pocha. Rahmat. Qayerga qo'yay, pocha? Menga olib kel. O'zim ushlab turaveraman. Menga olib kel, shashlik. Shashlik olib keldingmi? Menga qaranglar. Endi qayni pochcha sizlar suhbatlashib turinglar. Buyoqqa tushlik bo'lib qoldi. Men ham boray. Ancha bo'ldi kelganimga. Kun soat menga ruxsat bersa. Buni olib ketyapman. Bir siq qoldirib ket. Yo'q, qiziqmisan? Yo'q, o'zing dushmanmisan? O'lib qolsang nima bo'ladi? Senga kuchli ovqat yeyish mumkin emas. Hamma meni qo'limga qarayapti. Mana hozir hamshira deganimga Maryaxonga beraman. Bugun hamshiralarga mazza qilib duo qiladi, yeb olishadi. Shuning uchun sizlar bemalol gaplashib o'tiringlar. Menga ruxsat. Xo'pmi? Xo'p. Nimaga? Qo'mshoqni xafa qilasan, qaynotang kelmayapti deb qattiq gapiribsan, tilini ortib. Shu kerakmidi? Ayt senga. Avalasiga men ertalab nonushta qilmagandim. Kamiga tushlik vaqtim o'tib ketdi. Chiqib o'zing ko'r deb aytding. Borib ko'rgani borsam, mana yotyapti. Yoqadimi menga? Mayli, ko'p gapirma. Muhiddinjonga rahmat. Qaynisi. Lag'anga shirin shashlik olib kelibdi. Rahmat. Endi gap aytaymi? Alo, choyxonada qarzlarimiz bor edi-ku. Xabaring bor-a? Ayoli malaka oshirishda. Endi o'zim kelolmayapman. Boysot aka, xo'jayindan xabar olib turing deb kelik qilib beruvdi. Yo'q. O'sha kelik pulini hammasini o'sha choyxonadagi qarzlari Shuning uchun men seni ichimizda aqlli deb aytaman-da. Qul savatni ko'rgani kelgan odamlar sog' bo'lsin. Endi ertaga nima olib kelar ekan, ha? Bugün maza qilar ekanmiz-da. Zo'r. Aka yoqyapti menga. Yaxshi. Yo. Qo'shiq to'xtadi-ku. Yaxshi, ko'p qolmasin. O'tir. Asta ket. Assalomu alaykum. Adashib qoldikmi? Aya, bu dadam-ku. Voy. Assalomu alaykum dadasi. Voy, bu nima ahvol? Doktor aytdi, kuchli ovqat yemang dedi. Shunga kelgandan beri quruq suv ichayapman, ayajonisi. Voy, bu nima deganingiz? Menga doktor boshqa narsa degandilar-ku. Kuchli ovqatlar beringlar, kaloriyali kuchga to'lib ketadi degandi-ku. Oyijonim telefon qildilar. Men shirin mantilar qilib berib yuboryapman deyishdi. Qolaversa dadam kelyaptilar, xabar olib turibdilar. Bu somsalar, tandir kaboblar qayerga ketyapti dadajonisi?
Assalomu alaykum. Iya qizim kelib qopti-ku. Voy, men Ziyoda qizim, nevaram, yaxshimisan? Ukalaring yaxshimi? Kuyov bolasi yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Bu o'rtoqlaringiz menga yaqin aytuvdi. Har doim pastda kutib olardi. Yo'q bugun. Nima? Boy soat. Hali shifoxonadan chiqib olay. Ikkalangni kuningni ko'rsataman. Rahmat. Klinikasiga sizga jamoatga katta rahmat. Bir safar emas, mana 3-4 safardan beri mana filmingizni tasvirga olishda ko'maklashyapsizlar. Sizlarga rahmat. Jamoamiz mana ustoz Dilshod jamoat, xuddi Hasan aka, Albomiz, mana Jahongir akam o'zbekda. Sizga rahmat deymiz. Kasal bo'ling. Bemorlaringiz sog'ayib ketishlaring omad. Xo'p, olimga yaxshi bo'lsin. Sog' bo'ling.